Assalomu alaykum, Quyosh yurtning qalbi qosh insonlari. Yaxshimisizlar? Bugun bizning olib borayotgan efirimiz inson huquqlari bo'lmish himoya qiluvchi ombudsmandan olib boryapmiz. Kirganimdan keyin bir she'r esimga tushdi. Tug'ildimu shu om bo'ldim degan bir she'r esimga tushdi. Nima uchun bu she'r esimga tushdi bilasizlarmi? Ombudsman kirgan zahoti chap tomonda telefonlarni qo'yasiz, keyin o'tish joyi bor, o'tish joydan o'tganingizdan keyin o'sha yerda arizalar yozasiz-da. Hali men u joydan o'tganim yo'q. Telefon qo'limda turibdi. Telefonni topshiring deyapti. Men aytyapman, hali kirganim yo'q u yoqqa. Men shu yerda telefon kelsa gaplashib hali qilaman deyapman. Shu mumkin, gaplashish mumkin joy. Chunki neytralniy zona deydi buni. Agar tushungan odamlar bo'ladigan bo'lsa-da. Ana endi keyin bitta kapitan kelyapti-da mengada, nima deydi? Syomka gaplashmay, telefondan foydalanmay telefon topshiring deyapman. Aytyapman, hali ichga kirganim yo'q. Siz kim bo'lasiz desam, men sizga tanishtirdim o'zimni deyapti. Kim bo'lasiz? O'zingizni tanishtiring iltimos, hujjatingizni ko'rsating. Men ko'rsatdim hujjatimni. Qani? Hozir syomka qilmasdan oldin ko'rsatdim. Kimga ko'rsatdingiz? Sizga Men ko'rsatgan yo'q. Qani ko'rsatganingiz? Ko'rsatdim hozir. Keling bu yoqqa, menga hujjat ko'rsatdilar bular. Ha, ko'rsatdim. Keling bu yoqqa, siz mana oddiy fuqarosiz. Menga hujjat ko'rsatdilar hozir bular. Ko'rsatdim hozir. Kamera bormi? Ha, bor kamera. Yuring ko'rsam kamerani. Yuring ko'rsatasiz. Men sizga Ismingiz, sharifingiz kim sizda? telefoningizni olman. Hozir aytdim telefoningizni olman sizga. Yo'q, men sizga hali aytganim yo'q. Qachon aytdingiz siz? Men sizga hozir Uyalmaysizmi shu gapga? Men hali so'ragan hujjatni. Siz uyalmaysizmi o'zingiz? Siz hujjat so'ramaysizmi? Ismi? Ko'rsatdim sizga. Ha, bo'ldi. Ko'rsatmaysizmi hujjatingizni? Men sizga ko'rsatdim. Men qachon ko'rsatdim? Siz so'raganim yo'q sizdan-ku. Telefoningizni. Men sizdan so'raganim yo'q hujjatni, endi so'rayapman-ku. Men sizdan hujjatni endi so'rayapman-ku, o'toq kapitan. Men sizdan kimni endi so'rayapman sizdan-ku. Fuqaro, telefoningizni olmasingizdan oldin men sizga hujjatimni ham ko'rsatdim. Qachon ko'rsatdingiz? Hozir 3 minut. Ko'rsatmagan bo'lsa-chi? Ko'rsatgan bo'lsa. Yo'l to'ting. Mana o'zingizdan eshitdilaring-a? Hujjatni ko'rsatdim deydi. Men hujjatni so'raganim yo'q, ko'rganim yo'q. Keyin so'radim men. So'rasam men sizga ko'rsatib yolg'on gapiryapti. Bu yerda mana kamera bor ekan. Ichkarida kamera turibdi. O'sha kamera turgan joyda ko'ringlar. Agar men so'raganman ekanman, hujjat so'ramagan ekanman. Men yosh bola emasman. Men oliy ma'lumotliman. Hozir yana institutda o'qiyapman, yuridik institutda o'qiyapman. Yuridik ma'lumot olishga o'qiyapman. Sal bo'lsa tushunaman men. Mana Aziz Toshpo'latov, Na'matul Yo'ldoshev qanaqangi holatda ketyapmiz? Mana Oliy Majlis raisi qayoqqa qarab ketyapti deganimizni ko'ringlar sizlar. Prezident siyosati unaqa emas-ku.